Kamol Yo'ldoshni tarjimasi bor. Kamol Yo'ldosh siyosiy harakat, dindan o'zini shaxsiy manfaatida foydalanadigan odam, shuning uchun o'ziga moslagan. Qur'onga moslanmagan, o'ziga moslagan. Hozir endi kecha ko'rib qoldim, bir oyatni tafsir yoki ma'nolarini o'qib turib, tagiga qarasam, Bahrom Bakirov tafsiri deb qo'yibdi. Bahrom Bakirov mufassir ekan. Yangi paydo bo'layotgan mufassirlar. Mana shular jamiyatni bo'linishiga sabab bo'ladigan turli ixtiloflarga ming yillar davomida davom etib kelayotgan e'tiqod qadriyatlarini bo'lishga xizmat qiladigan urinishlar. Buni o'ylaymanki, bizda O'zbekistonda ham diniy idora bu masalalarga vaqtida javob beradi. O'shunaqangi bizni xalqimizni e'tiqodini bo'lishga, ahli sunna va jamoadan chiqarishlikka, Hanafiy mazhabidan boshqa yo'lga da'vat qiladigan odamlarni, garchi bizni madrasalarda o'qigan bo'lsa ham, diplomini botil qilish kerak. Meni taklifim bu. Nimaga desa, chunki ular diplomni soyasiga berkinib olib, o'zini maqsadini amalga oshiryapti-da. Shu mavzuni bir o'rtoqlashay dedim. Turkiya Oliy Majlisini bu qarorini olqishlayman. Kech qolingan qaror, vaqtliroq qilish kerak edi. Turkiyada juda ko'p. 300 dan oshiq ma'no bor. Ma'no tarjimalari bor. 300 dan oshiq. Kim sal ishi yurishmasa, odatda turkchadan tarjima qilib, mana Qur'on mana shu ma'no to'g'ri deb da'vat qilaveradi. Edib Yüksel degan o'zini payg'ambar, ustozini payg'ambar deb e'lon qilgan 19 kishi bor. Qur'on 19 bilan kodlangan degan. Uni kitobi yo'qolish kerak. Mustafa O'zturk degani bor. Qur'on faqat tarixiy kitob deb tarjimalarni yozgan. Uni ham kitobi yo'qolish arafasida. Ehson Elajik degani bor. Uni ham kitobi bor. U Tirik Qur'on degan tarjima yozgan. Tirik Qur'on. Nimadir esingizga tushyaptimi? Bunaqangi nomlar bilan odamlarga zahar yedirish usullari faqat O'zbekistonda emas, juda ko'p joyda bor. Tirik Qur'on, tirik kitob deb zahar yedirishadi. Bu zaharni ichib qo'yib, keyin bechora odamlar ruhiy xasta bo'lib yuraveradi. Bitta folbin chiqsa borib folbindan najot so'rab yuraveradi. Ehson Elajik. U moliyaviy masalalar bo'yicha Qur'onni sotsializmga moslagan, kommunizmga moslagan odam. U Kamol Yo'ldoshning ustozi. Bularni hammasini to'plab Turkiya Oliy Majlisida agar qaror qabul qilinsa, hammasini yo'qotadi.